mana bugungi Doktor To'xa klinikamizning Doktor To'xa showimizning 3-ishtirokchilarini taklif qildik. Bugungi showimizning 3-ishtirokchilari mana shu tumanimizda biz bilan birga yashab, mehnat qilib kelayotgan Lo'lilar oilasi bilan suhbat bo'ladi. Ya'ni mana shu tumanimizda hammalaring bilasizlar, uy-uy yurib, sadaqa so'rab, temir kesak ilib, plastmassalar ilib, baklashkalar ilib kelib yuradigan Lo'lilar oilasi bilan qiziqdik. Bugungi suhbatimiz mana shu Lo'lilar oilasi bilan bo'ladigan suhbat hisoblanadi. Hozir men mana shu showimizga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan kelib, shu yerda yashab, vaqtinchalik mehnat qilib yurgan bitta Lo'lilar oilasini taklif qilganman. Mana shu oila bilan hozir tanishib, Lo'lilar hayoti bilan qiziqarli suhbatlar o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bizni Bekobod tumanimizda yashab, biz bilan birga mehnat qilib kelayotgan bizni eng yaqin qadrdonlarimiz. Mana bugungi suhbatimiz sizlarning ko'ngillariga kelmasin. O'zbekistonda butun viloyatlarimizda Lo'lilarga mansub oilalar yashaydi. Hozir mana shu Lo'lilarga mansub oilalar kimlar Lo'lilar deyiladi, nima uchun Lo'lilar deyiladi, shular haqida sizlar bilan suhbat o'tkazamiz. Hurmatli bizni tinglab borayotgan obunachilarimiz, mana bugun men Doktor To'xa showimizni 3-uchrashuviga tumanimizda biz bilan birga mehnat qilib kelayotgan mana Jasur ismli yigit Jasurbekni taklif qildim. Ularning o'g'il yo'ldoshi ayollari Maftunaxonni taklif qildim va bu Jasurning opalari Gulchehrovani taklif qildim. Bu Jasurning Shodiyolarmizmi? Jasurbekning qizlari bo'ladi. Malades. Endi Jasurbek suhbatimizni boshlasak, sizlarga qiziqarli savollarimiz bor, taklif qilganmiz. Taklif uchun katta rahmat, xush kelibsizlar. Issiqlar bilan charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar hammalaring? Endi sizlarga savollarni beraman. Qiziqarli savollar bo'ladi. Sizlar kutmagan savollar bo'ladi. Yaxshi, yana bir bor xush kelibsizlar. Birinchi o'rinda o'zingizni tanishtiring. Qayerda tug'ilgansiz? Yoshingiz nechilar, nechinchi yilsiz? Shular haqida gapirib bering. 1996-yil Hakimov Jasurman. Hakimov Jasur, ismi familiyangiz? Rahmatullayev o'g'li. Hop. Qarshi tuman Bog'obod shahriga yashayman. Qarshi tumanida tug'ilganman. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga tug'ilganman. To'g'ri, o'sgansiz. Yaxshi. Endi bulardan biroz so'rab, Maftunaxon, sen qizim qayerda tug'ilgansan? Qashqadaryoda tug'ilgan. Murodullayeva Maftuna. Murodullayeva Maftuna. Sen nechinchi yilsan? 97-yil. 97. Siz 96-yil. Siz opalar bo'lasizmi? Siz nechinchi yilsiz? 72-yilsiz. Yaxshi. Bu qizcha Shodiyona. Yaxshi. Endi Jasurbek, keyingi savolni beraman sizga. Sizda millatingiz kim? Lo'li. Значит, Lo'li degan bu so'z millat, xuddi o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman, rus degandek Lo'li. Yaxshi. Endi pasportingizdan ham mana shu O'zbekistonning pasportida mana hozir ID karta bor. ID kartadan oldingi yashil pasportlarda millati degan joy bor. O'sha yerga nima deb yozilgan? Lo'li deb yozilgan. Demak, sizlarning millatlaring Lo'li. Biz sizlarni Lo'li desak xafa bo'lmaysizlar. Ko'nglaringga olmaysizlar. Xuddi mana biz o'zbek bo'lgandek, sizlarning millatlaring Lo'li. Keyingi savolga o'taman, juda yaxshi. Nima uchun mana sizlar Lo'limiz deyapsizlar? Lo'lilar ko'pchiligi deyarli hammasi tojik tilida gapirishadi. Nima uchun?
Sizlarni kelib chiqishlaring tojiklar bilan bog'liqmi yoki Eron bilan bog'liqmi? Tillarimiz bor. Tillaring. Tillarimiz bor. Sizlar demak tojik millatiga mansub tojiklar bilan sizlarni tillaring bir xil. Bir xil. Sizlar Tojikistonni tojiklar bilan suhbatlashsalar o'zaro bir-birlaring tillaring tushunasizlar. Necha foiz yaqin o'xshashlik? Shu 20%ga o'xshash. 20% bor. Qolgan 80%chi. 80% endi tushunadigan odam tushunadi, tushunmagan tushunmaydi. 20% bir xil, 80% ozgina farqi bo'ladi. Yaxshi. Pasportdagini so'radik, ID karta bo'yicha so'radik. Endi mana O'zbekistonda lo'lilar butun O'zbekistonda viloyatlarda hammasida bormi yoki bironta viloyatlarda yo'q? Viloyatlar ham bormi? Jasurbek, qaysi viloyatlarda topishlar bilan lo'lilar bor? Qaysi viloyatlarda, qaysi rayonlarda yo'q? Xorazmda yo'q. Xorazm viloyatida Yo'q. lo'lilar yo'q. Nukusda yo'q. Nukus Qoraqalpog'istonning poytaxti, Ha, markazi. Nukusda ham yo'q. Yo'q. Gulistonda yo'q. Keyin mana qo'shni davlatlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Unda bor, Tojikistonda bor, Hindistonda bor lo'lilar, Qirg'izistonda bor. Qirg'izistonda bor, Jalolobod viloyatlar, o'zbek yashaydigan joylarda bor. Qozog'istonda Qozog'istonda sigonlar bor, xristianlar bor. siganlar, ular lo'lilarga kirmaydi. Hop. Turkmanistondachi? Turkmaniston oldin qadimki bor, qaddimlar. Qadim ular endi bilmadim ularni nima desam sizga, ularda Muntoni degan odamlar ular. Muntoni bo'ladi. Muntoni. Hozirgi paytda lekin Turkmanistonda sizlarga o'xshagan lo'li oilalar yo'q. 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 Endi meni sizlar bilan suhbatda tushunishimcha eng ko'p lo'lilar demak O'zbekiston Respublikasida yashaydi. Eng ko'pi. To'g'ri. Shunda ham eng ko'p viloyat qaysi? Eng ko'p bo'layotgan Qashqadaryo. Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo viloyati. Buxoroda bor, Samarqandda bor, Toshkentda Toshkentda bor, hattoki Toshkent shaharda ham bor. Surxondaryoda bor. Surxondaryoda bor. Yo'q, Andijon, Marg'ilon, Andijon, Farg'ona, Bor. Namangan, Qo'qonda bor. Qo'qonda, Rishtonda bor. Rishtonda bor. Yaxshi. Yaxshi. Endi keyingi savolimga o'taman. Mana mahalla ko'cha-ko'yda yurganda sizlarni yoshlar ko'radi, ko'pchilik ko'rib, ana lo'lilar kelyapti, desa xafa bo'lmaysizlarmi? yo'q. Xafa bo'lmaysizlar. Lo'lilar kelyapti. Kulib gaplashadi. Sabab O'zimiz lo'li millatimiz. sen ekranga qarab tur. Sen mana haqiqiy lo'li qizimizsan, lo'lisan. Opam o'zbeklarga yaqin turibdi. Bu qizcha seni qizing. Mana qizim. Shevalariga haqiqiy lo'licha sheva. Lo'li. Yaxshi. Juda yaxshi. Endi Yoshibek, mana aytding, Qashqadaryo viloyati Qarshida tug'ilib o'sdim, katta bo'ldim deb. Toshkent viloyatiga har yili kelasizlarmi? Hayır. Qaysi oyda kelib, qaysi oyda qaytasizlar? Mart oyiga kelaman, dekabr oyiga qaytaman. Har yili mart oyida kelasizlar, Dekabrga qaytaman. dekabr. Endi u yoqda uy joylaring bor. Bor. Uy joylaring Yo'q, bor. sharoitimiz zo'r. Sharoitlar yaxshi. Uchastkada yashaymiz. Qizon tovog'imiz hamma o'zimizga, uyimiz o'zimizga. Qashqadaryo faqat bu yoqqa chaylak yashaymiz, tirikchilik. Tirikchilik. Bu yoqqa kelib, maxsus joylardan, o'zlariga mos joylardan topib, chayla qurib, chaylab yashaysizlar. Endi mana sen erkak kishisan, ayol kishi, erkak kishi nima ish bilan mashg'ul bo'lasizlar ko'proq? Endi mashhur ko'p Rossiyaga boraman. Xo'p, Rossiyaga borib ishlab kelasan. Bu yerda O'zbekistonda nima ishlar qilasizlar? Baklashka to'playsizlar. Yaxshi, baklashka to'playsizlar. Temir-tersak to'playsizlar. Ayollarchi, ayollar nima ishlar? Ko'chaga yuraman. Ko'chaga yuraman. Ehson so'rab ko'chaga yuraman. Bu ishlarda ota-bobolaringizlar o'tib kelgan kasb. Kasb. Bu. Kasb. Bo'lmasa uyimiz ham bor, joyimiz ham bor. Shu ishni qilmasa
bir kishi o'lsa, to'yiga qo'shiltirmaydi. Shuning uchun shu ishni qilmasak bo'lmaydi. Bu sizlarga, значит, ota-onalaringdan o'tib kelgan Qadimdan qolgan kasb. qadimdan qolgan kasb. Yaxshi. Keyingi savol. Mana kichkina farzandlaring, yosh bolalaring bor. Maktabga, bog'chaga borishadimi? Yurishadimi? Bu qayerda? Shahardagilar. Qarshiga borsak boradi, bu yoqqa yo'q. O'zimizni joyimizda bachalarni qo'yib kelamiz. Sentabr oyida bachalarni olib borib qo'yib kirasizlar, bog'chaga boradigan bog'chaga, maktabga maktabga. boradi. Yaxshi. Sizlarga O'zbekiston davlatimiz hozir pasport beradi. Beradi. Pasport beradi, yangi pasport, ID karta olasizlar. Yaxshi. Endi yana qiziqarli savollarimizga kelyapmiz.